Kambag'alning uyida janoza bo'lsa odam yo'q. Kirsiz Qur'on o'qigani qori yo'q. Boyligida so'ri to'lib ketadi. Patash to'lib ketadi. To'tini talashadi. Shuna bo'lib ketdikmi biz ummat? Shuna rasvo bo'lib ketdikmi biz? Haqiqiy hurmat qilib assalomu alaykum aka desa, uni bir tiyinga olmaydi. Birortalik sal 3-4 so'm puli bor kelsa yugurib boradi. Uni bir tiyinga olmaydi. Xudo xor qilgani shu bo'ladi. Insonning g'ururi, sha'ni milliard dollarlardan afzal turadi, unutmaylik buni. O'g'il bolalik sha'nimiz bor. O'g'il bolalik g'ururimiz bor. Musulmonlik sha'nimiz bor. Uni toptamaylik biz. O'sha haligi kibrga kibr sadaqa deb shuni aytadi. O'zini kibr qilib katta olyapti. Siz ham katta oling. Kelayotganda teskari qarab oling, orqangizga qilib oling. Bilsin kibrning xunukligini. Kambag'alning uyida janoza bo'lsa